Ko'z atrofiga kremni to'g'ri ishlatish kerak. Agar noto'g'ri ishlatsanglar, ajin ko'payib ketadi. To'g'ri ishlatsanglar, ajin yoyiladi. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman buni. Kuldik. Kulganimizda mana ajinlar bilinadi. Bu yerda mana shu yerda. Yana qanaqasiga ajin tushadi? Yo'q. Bizda bitta katta xato bor. Vakrok glazda ishlatganimizda ko'z atrofidan aylantirib bu yoqqa ketamiz. Amanbi ajinchalar qolib ketadi hayotdan xafa bo'lib. Mana shu narsalarni qo'shib qilish kerak. Ampulani siqqaningizdan keyin ko'z atrofiga qo'yib olasizlar. Qatingizda ajinlar bo'lsa, o'sha joy bilan yaxshiroq ishlashni o'ngga chapga. Mana shunaqa ob'yomda qilib, keyin tepaga o'tasizlar. Bunaqa qilish kerak emas. Aynan muammoli joylar bilan. Keyin ikkinchi xato, ezib ishlatmanglar. Buni ezganinglar sizlarning tirikligiga faqat travma beradi. Bu to'g'ri gradusda ko'z atrofiga yetkazib berish uchun. Bizada kosmetologlar tomonidan botoks effektini bera olishi bilan tan olingan va ayni botoks olgandan keyin effektni ushlab qolish yoki ukoldan qo'rqadiganlarga mana shuni ajinga yoyishga berishadi. Ko'z atrofi bittada svejiy bo'ldi. Mimetskiy ajinlar yumshaydi. Agar buni kechasi qiladigan bo'lsangiz, stress past paytida natija yana ham zo'r bo'ladi. Kechasida, chunki kechasi qimirlamasdan yotasiz. Ko'z ampulani chegirmasiga ulgurmaganlar aniq o'zingizlarni kechirmaysizlar. Davaychi 12-13 avgust kuni direktga yoki to'g'ridan to'g'ri ofisga kelib olib ketinglar.